Videoni o'tkazdirmang. Men sizga shunaqangi zo'r taklif beraman. Spark'da yuribsizmi bozorda? Mana sizga men shunaqangi zo'r komfortda Spark narxida Lada Vesta topib qo'ydim. 2020-yil. Hozirgi kunda 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark bozorda nech pul? Avtomat korobkasi. 7,5-8 ming dollar. Keling, mana buni oling, yana savdosi bor. 7500 dollar savdosi bor. Mashinadagi komfortni qarang. Monitorlari bor, klimat kontrollari bor, gidravlika rul, yana avtomat korobka, propan gaz ham qo'yilgan. Sizdenki abagriv, holat zo'r ekan. Egasidan so'radim, motor korobka hadovoyda ishi bormi dedim, absolutni ishi yo'q. 20-yilda ishlab chiqarilgan. Nomlarida xohlasangiz, gendaverni ham beradi. Mashinani onlayn ko'rsatay. O'zimga juda ham yoqdi, salonni ichi ham. Sizga 100% yoqadi, chunki narxi Spark narxida yana bir marta aytyapman. Qo'yish qarangizlar. Turishini qarang. Maxluq shaday turibdi. Uzoqdan bitta oling, xalq mazza qilsin. Kapotni ustida tosh tegmagan, uni qarang. Lekin bitta vakuumcha pachaqchasi bor ekan, buni to'g'latib yuborasizlar. Turbesimga to'g'lab beradi akalar. Holatga baho bering. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta Cross. Propan gazi bor. Bosib o'tgan masofasi ham 87 ming shunday bo'lishi kerak. Yana ko'rib tekshirib olasizlar. Kraskasini, probegini. Diska balonlari yaxshi. Kraskasiga kelsak, mana shu joyida kraskasi bor ekan. Atiga. Qolgan joyida yo'q dedilar. Yana siz olib boring, ustozga ko'rsating. Xo'pmi? Endi salonga bitta mazza qiling. Nomlarda ekan. Gendaverni ham beraman xohlagan odamga. Oformleni qilib yurmasin dedilar. Kelasiz, ko'rasiz, mashina ma'qul kelsa agar yoki oformleni qilasiz yoki gendaverni solasiz. Orqalarida ham abagriv sizenisi bor. Bu rangi oq. Bugun 19-ni qo'ydim. Bu esa 20-yil. Narxi yuvoshgina. Bosib o'rmaysizmi orqasini qarang. Xarajatlarni hammasini qilib qo'yganman dedilar. Lada Vesta o'zi boshida chiqqanda 24 ming dollar edi. Ana shu aynan nomerchasini qarang. 079. Maza qiling. 1.8 motor. Propan gaz bu. Endi bagajini ochamiz. Bu sovuq havo, sovuqda obzor olyapmiz, bug' chiqyapti, orqasidan tutun chiqyapti, mo'yyapti demang. Usta akalar ekan, mehnatkashda mashinani olibdilar, agarda kimdadir yaxshiroq mashina bo'lsa agar barter qilishimiz ham mumkin, almashtirishim ham mumkin deyaptilar. Mashinada lekin aybi yo'q, aka motorlari yaxshi, hadovoylari, korobkalari yaxshi dedilar. Yana siz ko'rib tekshirib turavering. Narxi o'sha gap, 7500 dollar, yana savdosi bor. Savdosi bor, bemalol savdolashsangiz bo'ladi, naqd pulingiz bo'lsa. Zo'r variant berdim-ku sizga. Bosib oling, like bo'lsa esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.